Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni hijratlari, Makka mukarramadan Madina munavvaraga bo'lgan hijratlari birinchi mana shu yerdan boshlangan. Madina shimolda bo'lsa, Payg'ambarimiz nimaga janub tarafga yurganlar desa, Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom barcha mu'minlarni, musulmonlarni Madina munavvara sari yo'l oldirib, so'ngra o'zlari Abu Bakr Siddiq ikkovlari qolishgan, oxirida dushmanlarni chalg'itish maqsadida shimol tarafga emas, janub tarafga yurgan. Janub tarafga yurganlar, mushriklar ta'qib qilib keladi, Rasulullohning orqalaridan quvib keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu tog'ni, bizga ko'rinib turgan tepasida katta toshlar turibdi-ku, mana shu tog'ni tepasiga chiqadilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ikkovlari mana shu tepalikka chiqishadi. Ana shu eng tepada turgan katta toshning tagida g'or bor. Ana shu g'orning ostiga kirib yergilishadi. Birinchi deydi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kirib chiqdilar. Ilon, chayon, hasharotlar yo'qmi ekan? Rasulullohga ozor bo'lmasin degan maqsadda Abu Bakr Siddiq kirib tozalab hamma yo'g'ini chiroyli qilgandan keyin Hazrat Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni kirishlikka chorlabdan Rasululloh alayhisolatu vassalom kirdilar. Rasululloh alayhisolatu vassalom kirganlaridan keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ham kirishdi. Ikkovlari zo'rg'a sig'adigan g'or. Orqalaridan mushriklarning navqiron yigitlari, jangchilari qo'llab keldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning kallasiga juda katta pulni va'da qilgan edi. Kofirlar, mushriklar, kim Muhammadning kallasini olib kelsa, buncha pul beramiz, buncha sovrin beramiz qilib shu narsalarni qo'ygan edi. Orqasidan qo'llab kelib dedi, hattoki nafasi eshitiladigan darajada, toqqa chiqsa odam hansiraydi-ku. Shu hansiragan nafasi eshitiladigan darajada yaqin kelgan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qo'rqib ketgan ekanlar. Shunda Alloh taolo Qur'oni Karimda oyat nozil qiladi. Ayni shu joyda izhuma fil g'ar degan oyat keladi. La tahzan, ikkovlari g'orda turgan paytda sohibiga aytdiki, la tahzan innalloha ma'ana. Ey birodar, xafa bo'lmagin, Xudo biz bilan birga. Xudo tabaraka va taolo deydi, o'rgamchayni yubordi, g'orning og'ziga o'rgamchay el soldi, kabullarni yubordi, kabullar el soldi. Bu yigitlar kelib, mushriklardan anaqa jangchilari kelib, shunday ko'rdiki, g'orga yaqin atrofda birov kirganga o'xshamaydi. Aytdi, biri ikkinchisiga aytadi, bir oydan beri kirmagan desa, bir yildan odam kirmagan bo'lgan. Lekin nafaslari, ularning gap so'zlari hamma yo'g'i Payg'ambarimiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ikkovlariga eshitilib turardi. Shu darajada yaqin keldi-yu, Xudo tabaraka va taoloning marhamati bilan ana shu yerdan qaytib ketishdi. Endi bu